Xo'sh, Kamol opa, kortizol baland, insuliniz baland, triglitserid baland, SMAT xulosasi, ya'ni sutkalik davleniya o'lchagan apparat xulosasiga ko'ra kunlik, ya'ni kunduzgi o'rtacha qon bosimiz 135 ga 85. 2-3 da 140 ga 90 epizodlari ham bor. Xavfli emasmi? Tuzalamanmi? Xavflimi? Yo'q, albatta. Siz hozir gipertoniyani ko'chasini boshlab turibsiz. Agar hayot tarzingizni o'zgartirsangiz, tuzalasiz. Aks holda bu ko'chadan orqaga yo'l yo'q. Har kuni piyoda yurish. Shuni o'zi xohlasmi, doktor? Albatta, agar sizda oxirgi 1 yil ichida tana vaznining qo'shilishi, qon bosimi ko'tarilishi, tez-tez asabiylik, bosh og'rishi, holsizlik, umuman hayotga bo'lgan qiziqishni pasayishi kuzatilayotgan bo'lsa, shunchaki tekinga, osongina, ochiq havoda haftasiga 150-300 daqiqa, kuniga taxminan 30-40 daqiqa davomida piyoda yuring. Shunda sizni qon bosimingiz ham, insuliningiz ham, kortizolingiz ham tekinga pasayadi. Aks holda ishqirolim qimmat dorilarni yozishga tayyor.